Az oshqozonim umuman yo'q. 46 kilogramm mana. Gramlarim ham ozayib ketgan. Berganinglar Allohim sizlar hojilarga boringlar. Yig'lama. Uyim banda vatanim bor ukajon. Bolalarim ishlasa ko'rganim yo'q. Do'stlar, hammangizni assalomu alaykum. Yaxshimisiz aziz do'stlar? Bir opamiz juda ham iltimos bilan murojaat qildi do'stlar. Juda ham og'ir ahvolda ekan. Rak kasaliga chalingan ekan do'stlar. Buning videosini qo'yib o'taman. O'zlaringiz ko'ringizlar, xulosa qilingizlar do'stlar. Qo'ldan kelgancha yordam berishimiz kerak. Shu 400-500 ming atrofida pul yig'ilish kerak ekan. O'zimiz yordam qildik va yordam qilamiz do'stlar. Baribir ko'pchilikka bilinmaydi do'stlar. Kimdir 500 rubl, kimdir 1000 rubl, kimdir 100 rubl tayyorlaydi. Shu bilan 500 ming rubl pul yig'ilib qoladi do'stlar. O'zi O'zbekistondan ekan, o'zidan vrema Sankt-Peterburg shahri ekan do'stlar. Oldiga bora olmadik. Через video viziv orqali gaplashdik-ku. Vaziyat juda ham og'ir ahvolda. Endi iltimosimiz kim qancha taylasa o'zidan do'stlar. Faqatgina ehson uchun taylashingizni iltimos qilib qolamiz do'stlar. Agar kimdir pul tashlab olmasa do'stlar, shu videomizda bir ta like bosib va podelitsiya qilsangizlar juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'proq do'stlarimiz ko'radi do'stlar. Kimdir ehson qilishni boshlaydi do'stlar. Tak что videoni kuzatingizlar do'stlar. O'ylayman bu videoni ko'rgan odamlar har bittasi pul taylashga qaror qiladi deb o'ylaymiz do'stlar. Hammangizga rahmat. Podдержка qilishlaringizni iltimos qilib qolamiz do'stlar. Так что omadlaringiz bersin. Hech kim bu ahvolga tushmasin. Allohim shu opamizga shifo bersin. Jo'laringiz sog' bo'lsin. Videoni kuzatingizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabek olim. Opajon, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Sizga rahmat. Tishlarim ham to'kilib qoldi olim. Himiyalarda mana. Tishlarim ham qolmadi. Hozir sizda operatsiya qilishga pul yig'ilish kerak, to'g'rimi? Pul kerak bo'lyapti. Uchinchi operatsiyamga yetishmoqchilik bo'lib, mana kecha yiqilib ko'zlarim mana qashqa bo'lib ketgan. Qo'l oyoqlarim ham ishlamay qolyapti. 2 marta operatsiya bo'ldingizmi? O'piq chiqib qolyapti-da. Oshqozonim umuman yo'q. 46 kilogramm mana. Gramlarim ham ozayib ketgan. Hozir siz Sankt-Peterburg shahriga kim bilansiz, opa? Hech kim ham yo'q, o'zim yolg'iz qoldim. Singlim qara-qara kelib, u ham ishib, qon qusib, doktorga tushib qoldim. Mana hech kim ham qolmadi qaragani. Hozir qayerga yotibsiz? Kimning uyida yashayapsizmi, bo'lyapti qani? Men kichkinagina katakcha qizlar hozir ancha-muncha ishdan kelib qarab turadi xolos. Ancha-muncha kvartirada qizlar. Otabekjon, biz qarab turamiz. Assalomu alaykum uka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Rahmat. Biz bilet olamiz-da, sizdan o'ynaymiz. Hurmat qilamiz, Rasan ukajon. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hozir bunaqa ro'molim yo'q edi, ukajon, shu onaxonda begonasi yo'q. Haqiqatdan ham bizga o'xshab yeb ichkisi keladi. Hech kimimiz yo'q. Sinisi ham banisaga tushib qoldi, Otabekjon. Alloh uchun hammamiz ko'pchiligimiz yordam qilaylik. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Opajon, siz telefon raqamingizni ayting, karta ulanganmi? 89 69 215 96 96. Kim deb chiqadi kartaga? Akbar va Gulmiraxon Nabiyevna. Bu nima bank? Siberbank. Bo'ldi, inshaalloh yig'iladi. Xudo xolasa hozir shu kech. Rahmat Otabek olim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Joningiz sog' bo'lsin. Menga bersanglar, minglarni bersin. Yig'lamang, yig'lasangiz o'rib qolasiz, yig'lamang. Menga berganinglar Allohim sizlar hojilarga boringlar. Yig'lama. Uyim banda vatanim bor ukajon. Bolalarim ishlasa ko'rganim yo'q. Bo'ldi. Yig'lamang. Opajon, inshaalloh yordam qilamiz. Xudo sog'ayib ketasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat o'g'lim, rahmat. Sizlar ham ota-onalaringizni orzu havasini ko'ring, bolachalar. Martabingiz ulug' bo'lsin. Ilohim shunaqa o'yinlarni ko'p o'ynatib turing. Yutaylik, shunaqa yutmayapmiz-da Otabekjon. Inshaalloh chiqadi. Tishlarim to'kilib mana, tishlarim ham yo'q bo'ldi shu himiyati. O'zingiz O'zbekistondan qarang Otabekjon, o'zi o'zbek, pasportida O'zbekistonda tug'ilgan degan, lekin Qirg'izistonga erga tekkan. Er o'lib qolib, endi hozir Qirg'izistonda ham yashamaydi, O'zbekistonga boradi. Ashla deb tushuntiring opa, unday erim ham o'lib qoldi. Qirg'izistonga turmushga chiqqan, eri o'lib qolib, fevralda yili bo'ldi.
To'g'risini aytaylik. 53 yoshida o'lib qoldi erim rahmatligim. Tushundim. Oğlum mana uylangan yo'q. Yoshi ular. Hozir o'zingiz Sankt-Peterburg shahriga. Ha, Sankt-Peterburgda texnologik istaman. Bo'ldi. Opajon, unday bo'lsa, Xudo xolasa shu bugun kechqurun videongizni chiqaraman. Alloh rozi bo'lsa, inshaalloh ertaga ertalabgacha 500 ming rubl pul yig'iladi. Nasib bo'lsa, yana bir aloqaga bo'lamiz siz bilan. Rahmat, ilohiy martabaga Allah'ım Canınız sağ olsun. bersin. Allah razı bo'lsin qilganlik Amin, amin, amin. Bu dünyada qasillar quriylar, o'zlaringlar. Rahmat. Duosini oling, kasalni duosi yaxshi bo'ladi. Otabejon, martabangiz ulug' bo'lsin iloyim. Обязательно. Joningiz sog' bo'lsin. Unda biz aloqaga bo'lib turamiz, ma'lum opa. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Alloh shifo bersin sizga, opajon. O'zinglar ham. Mayli. Rahmat oğlum. Так, значит, так, xulos qalon, hammangizga assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz do'stlar? Ko'rdlaringiz opani vaziyatini. Endi opamiz hozir Sankt-Peterburg shahriga ekan. Men Moskvaga bordim do'stlar. Oldiga bora olmadik. Shu video siz bilan gaplashib, hammasi aytib tushunib olik do'stlar. O'ylayman, hech kim beahmoqchilik qilmaydi. Qo'ldan kelgancha do'stlar, kimdir 100 rubl taylar, kimdir 500 rubl, kimdir 1000 rubl taylar, shu bilan ko'pchilikka hech nima emas, 400 ming, 500 ming pul do'stlar. Xudo xolasa, hozir video chiqadi. Video chiqishi bilan shu videoni qo'ldan kelgancha bitta like bosib, podelitsiya qilsangizlar, haqiqatan boshqa eson qiluvchilar ko'radi-yu, eson qilishni boshlaydi do'stlar. O'zimizdan ham yordam qildik, o'zimizdan va yordam qilamiz do'stlar. Обязательно bu opamiz sog'ayib ketadi-yu. Endi kasalga eson qilgan, yordam bergan juda ham yaxshi. O'ylayman do'stlar, qarab turmaysizlar. Xulosa o'zlaringizdan do'stlar, bir xulosa qilib ko'ringizlar-u, положениесini tushuningizlar.